Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina seyyidil mursalin ve imamul muttaqin ve alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli okuvchilar, savaqdoshlar. Bugün dersimizden yani menhalul hadis fi şerhil hadis şerhleştiki yeni metod, yeni usul yoki yeni bulaq, hadis buluqi degan kitapta biz 290 hadisni şerhlamoqchi bo'lib, buni 29-ga keldik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alayhi ve sellem قال: "Men nasiya salatan falyusalliha iza zakaraha la kaffarata laha illa zalik ve aqimis salata li zikri." Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mundaq deganligini rivoyat qildi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rivoyati. Kim qanda bir kishi namozni unutib qolsa, aldirash bo'lib qilib namoz esidan chiqib qapti, namozni unutib qolsa, u kishi o namozni aslagan vaqtda o'qisin, esiga kelgan vaqtda o'qisin. Namozga uningdan boshqa zalika degan esiga kelgan vaqtda o'qishdan boshqa kaffarat yo'q. Va aqimis salata li zikri bu Allah Teala'nınki sözüdün elingan Sure Taha'daki va aqimis salata li zikri inna sa'ata la'atiyatun degan shuningdan iqtibos qilinliq. Yani namozni meni asliganligi uchun nima o'qigan, meni asliganligi uchun o'qigan yoki lamni tavqid ma'nosida olib, meni asligan vaqtda o'qigan degan bu oyat bunga shohid demakchi. Demak, bu hadis insonning iroda va ixtiyoridan chiqib ketgan bir vaqtlarda, masalan, uxlab qolish, ya'ni-chu unutib qolish, ya'ni-chu hushsiz bo'lib aylanib ketish, ya'ni-chu insonning aylanib ketish yoki majnun bo'lib ketish, sarang bo'lib ketish deganga o'xshagan insonning iroda va ixtiyoridan eshib ketgan vaqtdagi ibodatni inson qilmay qolib qolsa, bu gunohkor bo'lmaydi. İlla şunu asliga kelgan, hushiga kelgan, zilliqlikdan o'ngshalgan, unutib qolgan vaqt asliga kelgan vaqtning o'zidan shuni qilsa bo'ladi. Shu esiga kelgan vaqtning o'zidan shuni qilsa bo'ladi. Demak, ama mecburi holatda uxlatilgan, mecburi holatda yoki oylantirib o'tilgan yoki mecburi holatda dur yeyish orqali uningki zokirisini asli tutish qobiliyatini yo'qtilgan bo'lsa, buning hukmi boshqa bo'lishi mumkin. Vallohu alam. Mana bu hadis insonning ixtiyoridan chiqib ketgan ishlar qanday muomala qiladiganligimiz haqida Payg'ambar alayhisolamning yo'l yo'riqini bayon qilib bergan hadis. المعنى العام حينما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من غزوة خيبر وفي ليلة مظلمة بعد أن تعبوا من المسير نزلوا يستريحون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر غزوتدن yanğa vaqtda tün qarang'usida yol yani miniştin herip çarçap aram ağlı düştü. Rahat dem ağlı düştü. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi men yahrisuna feyazillu yaqazan la yenamu liyuqizana li salatil fajr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarga bizni bomdat namazı üçün o'yg'at qila uxlamay o'yg'oq turadigan, bizni saqlaydigan kim bor? Bilal radhiyallohu anhu
ana ya Rasulullah men bor dedi. Demak, bir ishni qilmoqchi bo'lgan odam muhim ishini astin chiqarib solmaslik uchun yo askartadigan bir bugungi kunda udullaydigan soat deymiz, shunda narsani udullab qo'yish lozim. Yo bir aska meni bunda ishim bordi, zurul ishim, favqulodda ismdan chiqib qolib qolsa, u ishni mening ismimga sab qo'yinglar deb qo'yish lozim. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda namozga qattiq ahamiyat berib, o'tib ketmaslik uchun bizni uxlamay turadigan kim bor dedi. Qal fahfazna la tafutuna salatul fajr va namu. Bilal radhiyallohu anhuga unda olsa bizni qo'g'digin, dushmandan qo'g'daydigan ish bor. Bizga bomdat namozi qazo bo'lib ketmasin dedi va uxlab qoldi. Va qama Bilal yusalli ma qaddara lah. Bilal radhiyallohu anhu taqdir qilingan namozni o'qidi. Ya'ni ma'lum namozlarni o'qidi, ma'lum namoz o'qidi, ma'lum rakat. Summa asnada zahrahu ila ba'irin fanama falam yastayqiz ahad illa ba'da an tala'at ash-shams. Kin Bilal radhiyallohu anhu orqasini tugiga yulab uxlab qoldi. Hech kim quyosh chiqqanga qadar uyg'onmadi. Hammasi quyosh chiqqan qadar uyg'onmadi. Va kana avvalu man istayqaza Rasululloh faqama fazi'an va qama an-nas fazi'in. Tunji uyg'ongan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib, Peygamberim çüçügen halatda o'rnidan turdi va odamlar çüçügen halatda o'rnidan turdi. Voy, nim bo'ldi? Nim bo'pti? Muyndachaq suqlab qoptimiz deb. Qol Peygamberim ey Bilal, alam aqullak demaganman men sana, uxlab qolma, bizni o'yg'otgin demaganman. Qala ya Rasululloh, bi abi anta va ummi akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsik min an-nawm al-ghalib li quwa al-bashar. Ya Resulullah, anam sen ve dadam sen, anam sen. Seni özür dadamның, anamның ornida. Ya anam, dadam sana feda olsun. Menimu insanның küçüdün galip kılıdığan, uykudan ibaret seni tutkan nesinin özü tuttu ya Resulullah. Bu insanın küçüğünü galip ketken bir uykuken ben özlemkiyi bulamadım. Çarçaptı mı, heripti mi? Birdem olturayda uxlab kaptım ya Resulullah dedi. Ma ulqiyat aleyye nevme mislu hâzihin nevme qattu. Bana bu uykudek uyku taşlanmıgan. Ben bunda uykunu körüp bakmıgan. Ve ahazes sahaba yehmisun ma keffaratu nevmine al salah. Sahabalar birbiriga pichirlashga başladı. Bizning namozdan uxlab qolganligimizning keffarati nimado deb. Ve sami'ahum Rasulullah, ularning so'zini Rasulullah sallallohu alayhi vasallam anglab ular mundaq dedi: "Lakum fi Rasulillah uswatun hasana." Sizlarga Allohning rasulida yaxshi ulgu bor. Innalloha qabaza arwahakum hina sha va raddaha alaykum hina sha. Allah sizlarning joninglarni xoligan vaqtda elib, uni sizlarga xoligan vaqtda yandurib berdi. Laysa fin nawmi tafritun wala ismun. Bu uyku degende sal qarash degan ish bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi. Faqat innamat tafritu wal ismu ala man takasala va ahmala salata kharaja vaqtaha. Faqat sal qarash gunoh, namozga sal qarab g'ururlik qilgan, uning vaqti chiqayotgan qadar g'ururlik qilgan kishiga. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلي فورا إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Qanda bir kishi namozni o'quvsiz uxlab qolsa, ya uni unutib qolsa, u asligan hamon darhol namozni o'qisin, uning buningdan boshqa kafforat yo'q dedi. Alloh taolo va aqimis salatil zikri, namozni meni astiganlik uchun o'qing. Ya'ni sizning o namozni va meni astiganligingiz uchun o'qing. Namoz esingiz kelib
Rabbimning buyrug'i deb o'qing deb Alloh taolaning so'zini bu yerda naql etildi. Demak, unutib qolgan vaqtda insonga sal qarabsiz, ahamiyat bermabsiz, voy uxlaydigan ishmi degili bo'lmaydi. Al-mabahisul arabiyya arabcha tadqiq qilinadigan temalar, so'zliklar. Man nasiya salat sahih rivoyatda man nasiya salatan aw nama anha dabba bir namozni unutib qolgan bo'lsa yoki uxlab qolgan bo'lsa deb. Buni sahih rivoyatda va iza raqada ahadukum an salat aw ghafala anha dabba sizlarning bir namozni uxlab qolsa yoki o namozni bexud bo'lib qolsa dabba. Maqsad bu yerdagi namozdan farz namoz vaqt. Ay farz namoz qaysi vaqtning farizi bo'lsin, mayli peshim bomdat 5 vaqt namozning farizlari bo'lsin, qaysining bo'lsa fariz namoz maqsad. Va qila bidukhul as-sunanir ratiba ba'zal ulamalar tarafidan sunani ratibining kirishi bilan bo'lgan namoz maqsad. Buning izohi fiqhul hadisda keladi inshaalloh. Fal yusalli maf'ul mahzub salla yusallidin fal yusalliha demakchi. Sahih hadisda fal yusalliha deb bir rivoyat var. Va uningda fakaffaratuha ay yusalliha. Uning kaffarati u namozni o'qish degan gap bor. Iza zakaraha degan uni asliga vaqtda u kishi izina zakarahu u kishi u namozni asliga vaqtda kechiktirmay, keyniga tortmay, shu hamon birinchi qiladigan ishi shu bo'lish kerak. La kaffarata laha illa zalik degan illa adauha faqat shu namozni ado qilsa bo'ladi demakchi. Va aqimis salata li zikri degan lam ta'lil uchun ibay degandek. Lam ta'lil uchun namozni o'qiymiz, nima? Allohning astiganlik uchun o'qiymiz yoki tavqit uchunki asligan vaqtda, meni asligan vaqtda demakchi. Endi misli astiganlik uchun yoki meni astigan vaqtda demakchi. Zikri fa'ilga izof qilingan masdar bu. Zikridagi ra ya bu fa'il. Ya'ni mening seni astiganlikim uchun demakchi. Ya'ni men seni malaul a'lada maqtab aslashim uchun o'qigan. Meni astiganlik uchun emas, men aslash uchun. Ya'da ikki xil ma'no chiqadi vallah. Bir ma'no maqbul qilsak meni aslaganlik uchun deymiz. Yeni bir ma'no uchun men aslash uchun. Agar sen namozni o'qisang men seni aslayman malaul a'lada demak. Bu delil keltirish o'rnidan yiroq. Bunda qilsak dalil keltirganga bo'lmaydi. Meni aslagan demi men aslash uchundir. Chunki malaul a'ladagi zikr ado uchun. Bu yerdagi dalil qilingan ish qado maqsad. Ya'ni ma'na men seni o namoz bilan aslashim uchun demakdir. Zikr tazkir ma'nosida. Bu avlaroq yoki maqbul g'azab qilinliq li tazkurani biha ba'da nisyan sen meni o namoz bilan unutib qolgandan aslashing uchun deb. Bu yaqinroq to'g'ri. Va fi sahih fal yusalliha iza zakaraha ya'ni o namozni asliga vaqtda o'qisin. Alloh deydi va aqimis salata zikri. Bu suratadagi bir oyatning bir qismisi, uning mukammilisi innani analloh men boshqa iloh yo'q. Faqatla manba menga qulchilik qilgan va namozni meni aslaganlik uchun o'qigan. Lizikra deb o'qilingan litazakkur ma'noda. Hadisning mazmuni. Va yu'xazu min al-hadis hadisning ildigan hukmlar va darslar. Birinchi qala Navoiy yu'xazu min qawlihi man nasiya salatan falyusalli. Bir rivoyatda falyusalliha İmam Navoiy men nasiya salatan falyusalli degan so'zdan, bir rivoyatda falyusalliha degan so'zdan qazo bo'lib ketgan farzning qazosini qilishning vojibligi ilinadi. Mayli o kishi o namozni o'zri bilan uxlab qolgan, unutib qolganga o'xshagan yoki o'zrisiz, masalan, sal qarab qazo qilsin,
muşu qazasının vacib qılındı deydi. Demek qazasını qılıngan namazның nimesi var? Yani qazası var. Onu qazası qılmasa olmaydı. İnnema quyida fil hadis bin nisyan li xurujihi ala sebab. Endi hadisda nisyanni qayd qilinishi o sebepke chiqqanlik uchun. Agar unutib qolgan ish bo'lganlik uchun payg'ambar alayhisalom unutib qolgan bo'lsa dedi bu yerda-chi. Li'annahu iza wajaba al-qada'u fil 'ala al-ma'zur fa ghayruhu awla bil wujub. Chunki qazosini qilish ma'zur kishiga vojib bo'lgan yerda uningdan boshqalarga bitariq avla vojib. Va huwa min bab at-tanbih bil adna 'ala al-a'la. Bu tüven addi iş bilen yuqori ishqa agalandiganlikning babidir. Xuddi balam ma 5-10 koyni yuturib atmoq va degan gap 100 koy 200 koyni alli burun yuturib atmoq demakchi. Xuddi bu yerda endi unutib qilib deganning o'zi bo'lib qolsa, unutib qolgan yerda qazosi qilgan odam uxlab qolsa yo boshqa ishni qilsa albatta qazosi qiladi demakchi. Unutib qolgan odam qazosi qilgan yerda boshqa ishni qilsa cho'qim qazosini qilmasa bo'lmaydi. Oddiy sabab ya. Chunki unutib qolgan chaqda o'limni unutib qilish degan insonning ixtiyorlik ish emas u. Va shazza ba'du ahli zohir faqal. Ba'zi ahli zohirlar qalay bo'lgan joylab munda dedi. La yajibu qada'ul faitati bighayri uzn. Özrisiz qazo bo'lib ketgan namozning qazosini qilish vojib emas. Uni özri bilan bo'lib qolsa bo'ladi. Özrisiz qazo bo'lib ketgan bo'lsa uning qazosini qilish vojib emas. Va za'ama annaha a'zamu min an yakhruj min wabali ma'siyatiha bil qada. Bu bunda deb da'vo qildi. Namoz degan uning gunohining uvolidan qazosini qilish orqali qutulishdan cho'ng katta ish bu. Uning qazosini qilib ham uning uvolidan qutulg'ulamaydi bu yerda. Uningdan cho'ng ish dedi. Qal Imom Navaviy bu gap xato. Va min qailihi bu gap xato. Buni digichi tarafda bir bilimsizlik bor. Val xata'u val jahalatu min qailihi nashi'an. Bu gapni degan kishidan bu gapni digichidan sodir bo'ladigan xatolik va nadonlik kap chiqiqlik u kishi o'zrilik bo'lmagan odamning qazosi ma'siyatning uvolidan chiqa oladi deb o'ylaganlikdan kap chiqqan. Bu gapni hech kim demadi ya. O'zrilik odamga ayda özrülük bo'lmagan adam qazosini qilsa ma'siyatning uvolidan qutulib chiqa oladi deb o'ylagan. Ikkinchisi va zahiru qawlihi iza zakaraha u payg'ambarimninki iza zakaraha degan so'zningki oshkora ma'nosi oldirashning vojibligiga foyda beradi. Cho'qim oldirash kerak ekan va qazolab ketgan namozni asligan vaqtdan kechiktirmaslik qazosini qilishda bunu payda beradi. Lakinnahu mahmul alal istihbab. Lekin bu mustahablikka yuklanadi. Vojib degan gap u asosan ulamolarning qarashi emas, mustahab, oldirang, tiz bo'lang, ishtigroq bo'lang demoqchi. Va yajuzu ta'khiru 'inda al-jumhur. Jumhur ulamolarning qarashi kechiktirish durust. Mayli o'zri bilan qazo bo'lib ketsin yoki o'zrisiz qazo bo'lib ketsin, kechiktirsin bo'laveradi. وحكي عن بعضهم أنه يجب قضاؤها على الفور إن فاتت بدون عذر أي فيأسم بتأخيرها وتصحها. بعض المالادın bunda hikoya qilingan. Namozning qazosini shu hamon qilish vojib. Agar o'zrisiz bo'lsa, qazo bo'lib ketgan bo'lsa, o'zrisiz qazo bo'lib ketgan bo'lsa, shu hamon qazosini qilish vojib. Ya'ni uni kechiktirsa gunohkor bo'ladi va namoz durust bo'ladi. Kechiktirsa gunohkor bo'ladi, lekin namoz durust. Üçüncüsü istedalla bi kavlihi la keffarete laha illa zalik. Yani bu namazga bunundan başka keffaret yok degan söz bilen namazda qayta o'qishdan başqasi vojib emas degan dalil talab qilingan. Yani qayta o'qib olsa bo'ladi, uningda boshqa keffaret yok. Bu
Tuadul maqdiya marratayn qazası qılınğan namaz 2 qitim qayta o'qiladi degan kishiga xilof. Bir qitim astagan chaqda yana bir qitim uning o'qishi o namazning o'qishi hozir bo'lgan chaqda bu mushu Sahih Muslimdagi rivoyatning zohirini tutqi qilib turib falyusalliha hina yantabihu laha fa iza kana al-ghadu falyusalliha inda vaqtiha degan bir hadis ekan. Bu namazga astagan chaqda o'qisin, atisi bo'lsa o namozni uning vaqtida o'qisin degan bir rivoyat bor. Mushning asosan 2 qitim qiladi. Ya'ni qazosini bir qitim aslagan vaqtda qiladi, ikkinchisi atisi bomdat vaqti bomdat peshim bo'lsa peshim vaqtida bir qitim o'qiydi degan kishining so'ziga xilof. Wal jumhur ala anna al-murad min hadhihi ar-riwayat annahu idza kana al-ghad salla salat al-ghad fi waqtiha al-mu'tad. Jumhur ulamalar bunga qarta atisi bo'lgan chaqda namozni vaqtida o'qisin degan gap. Bu rivoyatdan maqsad o rivoyatdan maqsad atisi bo'lgan vaqtda atisning namozini o'zining odatdagi vaqtida o'qisin degan gap bu. Atisdagi namozni vaqtida o'qisin, uni o'tkazib o'tib, uni unutib qilib, undan uxlab qilib emas, vaqtida o'qisin demoqchi degan bo'lgan. O oldingisini yana qazosini qilsin degan gap yo'q bu yerda. Qala al-Xattabi la a'lamu ahadan qala bil marratayn wujuban. Imom al-Xattabi bunda deydi, 2 qitim qazosini qiladi degan bir kishini vacib degan bir kishini bilmayman deydi. 2 qitim qazosini qilish vacib degan bir odamni o'qimayman. Va yashbahu an yakuna al-amru fi istihbab. Ana bu hadisga buyruq mustahablik uchun bo'lishga o'xshaydi. Mustahab degan bo'lishi mumkin. Liyahuza fazilatal vaqti fil qazo vaqtning fazilatiga erishish uchun qazo qilgan chaqda atda shuni qazosini qilsa shu vaqtning bugungi peshimni atdagi peshimni qazosini qilsa balki hamda peshimning vaqtning fazilatiga erisha deganlik uchun. Lakin qala al-Hafiz ibn Hajar, lekin Hafiz ibn Hajar mundaq dedi: "Walam yaqul ahadun min as-salaf bisabab zalik." Salaflardan hech kim buni mustahab deb qarab bakmagan. Bal addahu al-hadis g'alat min rawi, balki bular hadisni rivoyat qiluvchininki xatoligi deb sanagan. Qol bu Xattabi bunda deydi. Hafiz ibn Hajar bunda deydi. Va yu'idu zalik ma rawahu an-Nasai min hadis Imran ibn Husayn. Bu qarashimizni Imran ibn Husayn din Nasai rivoyat qilgan hadis kuchlantirdi. Annahum qalu ya Rasulullah, ular bunda dedi, ya Rasulullah biz bu namozni atdagi vaqtida qazo qilmamtimiz deganda, qazosini qilmamtimiz deganda payg'ambarim Alloh sizlarni jazonidan to'smaydi va u jazoni sizlardan oladi degan deb bir gap boya. Mushining asosan hadis atdi qazosini qilinglar degan hadis asosan xato, g'alat o hargiz Rasulullohning sabit bo'lmagan demak. To'rtinchisi, ba'zi ulamolar namozni payg'ambarimning man nasiya salatan degan so'zida salatan deb nikir keltirish bilan farz naflining umumiga dalil talab qilib mundaq dedi. Ya'ni farz namozning qazosini qilish vojib, nafli namozlarningki qazosini qilish mustahab deganligi bor. Imom an-Navaviy munda deydi: "Va in fatatu sunanun ratiba." Garchi uningga sunan ravatiba qazosi bo'lib ketsa-mu, yana qazosi yo'q. Fa fiha qawlan li-Shafi'i. Bu haqda Imom Shafi'ning 2 so'zi bor. İkisining sahihsi annahu yastahibbu qaza'uha. Bu sunanur ravatibining qazosini qilish mustahab. Qila ba'zallar mustahab emas dedi. Amma as-sunanul lati shuriyat li'arizin ka salatil kusuf wal istisqa wa nahwihima fala yushra'u qaza'uha bila khilaf. Amma o'tkinchi bir ahvol uchun yo'lga qo'yilgan sunnatlar bor. Masalan, kun tutib qolganni o'qiydigan namoz, su talab qilishni o'qiydigan namoz va uning o'xshagan. Buning qazosini qilish hech bir ixtilofsiz yo'lga qo'yilmaydi. Uning qazosi qilmasa bo'ladi. Beshinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolaning va aqimis salata li zikri degan so'zi bilan bizning oldimizdagi kishining shariati bizning shariatimiz deganga dalil talab qilindi. Chunki mazkur oyat bilan xitob qilingan Musa alayhisolatu vasallam bu usul qoidasi to'g'ridir, mansux qilg'uchi kamisa. Ya'ni
oldidagi kishilarning shariati bizning shariatimiz. Illa uningga qarshi, uningga zid bir dalil kelib qolgan bo'lsa. Kelib qolgan bo'lsa ilgirgisi mansux bizningki e'tibor qilinadi. Shuning uchun biz ilgirkilarningki shariatiga o'zimizning shariatining nuqtasidan turib qarab hukm qilamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.